Alloh taoloning fazli, so'ng saxovatli qo'llar xayriya tashkilotining ko'magi bilan bugun 2026-yil 6-may chorshanba kuni saxovatli qo'llardagi birodarlarimizning G'azodagi ko'chirilgan aholilarga davom ettirayotgan yordamlari doirasida bugun biz 5 ta mashinada ichimlik suviga muhtoj qochqinlar lageriga suv ulashmoqdamiz. Yonilg'i tanqisligi, chegaralarning yopilishi va texnik vositalar uchun zarur mahsulotlarning yetib kelmayotgani sabab ko'plab suv stansiyalari faoliyati to'xtab qolgan. Alloh taolo ushbu xayrli ishda hissa qo'shgan barcha ehson egalaridan rozi bo'lsin va ularni jannat daryolaridan sug'orsin. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati.